Chaqqon pazanda o'sinjonlar, shu tamsili sizlar uchun Ramazon oyida kam xarj, tez va oson tayyor bo'ladigan, eng asosiysi katta oilalarga ham yetadigan barakali pirog retsepti bilan keldim. Bu pirogni umrida umuman pirog qilib ko'rmagan qizaloqlarimiz ham qilib ko'rsa bittada o'xshab chiqadigan pirog retsepti. Bu uchun sut, draja, shakar solib birpas oshiga olib qo'yamiz. Ungacha margarin bilan unni kroshka qilib olamiz. Ustidan salatoviy yog', qatuv mayonez solib, ketidan o'sha oshgan sutimizni solamiz. Hamma retsept, to'liq retseptni описаниyaga yozib qoldirganman, o'sha yerdan ko'rib olsanglar bo'ladi. Keyin yumshoqqina, iliqqina qilib xamir qoramiz. Uzoq poylab o'tirish xohlamasanglar, menga o'xshab tagiga issiqqina suv qilib qo'ysanglar, yarim soatda mana shunaqa воздушный bo'lib osongina oshib chiqadi. Shu yumshoqligidan padnisi o'zida qo'linglar bilan yoyganda oson tez yoyilib ketadigan xamir bo'ladi. Xamirni ustidan xohlagan jemlarni solasizlar. Men olxo'rili jem soldim. Xohlasanglar o'rili, xohlasanglar shoptolli jem solsanglar bo'ladi. U o'zingizlarning xohishingizga qarab. Keyin ustidan yong'oq sepib oldim. Xohlasanglar yong'oq sepsanglar ham bo'ladi. Men o'zim yong'oq yaxshi ko'rganim uchun ozgincha yong'oq sepib oldim. Keyin qolgan xamirimizni yaxshilab unlab yoyib 2 sm qilib lentichkalar qilib olamiz. U lentichkalarni ustiga rombik shaklda chiroyli qilib pirogimizni bezatib olamiz. 200 gradusda 30-35 daqiqaga pechimizga qo'yib olamiz. Bu yumshoqqina, barakali, mazali pirogimiz tayyor. Iftor dasturxoningizda hammani ishtahasini ochib turadigan sochniy bo'lib chiqadi. Yoqimli ishtaha.